Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hop. Bugun 21-mart 25-yil Navruz. Hammani Navruz bilan tabriklayman. Navruz ayyom muborak bo'lsin. Bugun juma bilan ham tabriklayman. Juma muborak bo'lsin. Tong mana yorishyapti. Quyoshda qizg'ish ranglari sekin chiqib kelyapti. Erta tongdan ishlarni boshlayapmiz. Mana bu kuxnyani tezlashtirib berishni so'rashdi mijozimiz. Korpuslar oq, ba'zi joylari penal va 3-chi etajimiz mana bu seriya kamera rangdan, o'rtadagi fasadlarimiz 2-chi etajdagi so'mirishni seriya deb nomlangan akrildan, 3-chi etaj penal va 1-chi etaj akrillarimiz deluxe deb nomlangan rangdan. Hamma narsasi tayyor, instrumentlarni olib endi buni krepleniyalarni, ya'ni bir-biriga ulanadigan joylarni teshib yig'ishni boshlaymiz. Bugun ertaga borsak, yakshanba inshaalloh qo'yib olamiz. Ishlarni boshladik bo'lmasa. Xo'p. Erta tongda mana kuxnyani yig'ishni boshladik. Mana shu kuxnyani mana shu tarafga telpashimiz. Bu yerda xolodilnik. Mana bu yerdan yopib olamiz vaylantni bino qilib. 3-chi etaji ham bor. Quyosh endi ko'tarilyapti. Pastki qismlarda xolodilnikda penalini pastlarda yig'ib tayyorlab qo'ydik. Vaylantni ham o'rab qo'ydik. Endi uni 2-chi etajda qo'ysak, tomidan 3-chi etajda qo'yamiz. Keyin fasadlarga navbat keladi. Bu yerda pech bo'ladi. Bu yerda mikrofonka bo'ladi. Suv. Bu yerda kir mashina, xolodilnik. Tepani qo'yardik bo'lmasam? Qo'yardik. Xo'p. Ilib tashladik mana. 2-chi etaj ham bo'ldi. 3-chi etaj ham mana. Ilib tashladik. Endi fasadlarga qo'ysak, inshaalloh har vaqt o'tamiz. Hop, bitta fasadlardan boshlamayman ishga. Hop, fasadlarni ham qo'yib bo'ldik. Texnikalarni ham qo'yib bo'ldik. Endi navbat ruchkalarga. Buni tutib qo'yish kerak. Ruchka bu tagiga plankasi bor. Shu yerda qo'ysak, teshish kerak gazga, suvga. Shu bilan tamom. Hop, deyarli bu qoldik. Endi mana suvga teshyapti. Rakvina olib kelindi. Gazga teshamiz bu yerga. Vichkamini ustonovka qilib qo'ydik. Gazni ham belgilab olasizmi? Gazni ham qo'ying, belgilab olamiz. Shu ishimiz qoldi. Gaz vichka. Gaz bilan suv.
Mana bu fasad qo'yishimiz kerak. Ozgina 3-4 mm katta bo'lib qolibdi. Shuni boshqa qilib kelamiz. Xo'p, oshxona mebelimiz bitta, 99% ga bitta. Mana bu fasad ozgina katta bo'lib qolibdi. 3-4 mm ga zazor bermayapti. Shuning uchun buni qo'ymadik, ertaga qo'yib beramiz. Qolgan joylari bo'ldi. Voylantlar o'rab tashlandi mana. Eshiklar hammasi zavodchilik, o'zi yopib qoladi. Tortmalarni sanaskalar zavodchilik. Aytgani qo'shib qo'yganlar. Xo'p. Suv shilkalarimiz bor. 90 talik suv shilkalar qora rangda. Mana bu rakvinaga mos. Hamma yoq texnikalar qora bo'ldi, shuning uchun suv shilkani ham qora qilib yubordik. Tayyor. Tip eshiklar hammasi zavodchilik, o'zi yopilib qoladi. Shu